Nero Osmos Pro 400 gallonlik filtrini o'rnatishni o'rganamiz. Shunaqa yangi chiqqan videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Tozalangan suv chiqishi va suv kirishi. Bunisi kanalizatsiyaga tushib ketadi. Har bitta suv kirish joyida, chiqish joyiga o'zini spetsialniy отводlari bor. Kartrijlarini alishtirish ham unaqa muammo tug'dirmaydi. Osongina alishtirsa bo'ladi. Shu ruchkasi ko'tarilganda o'zi avtomatik mana shu teshichadan mana shu ko'rgan tilingiz chiqadi va kartrij chiqib keladi bu yoqqa. Leksida filtrga nima kerak bo'lsa, hamma narsa bor-da, qarabchi. Nima gap? Filtr komplektida filtr uchun kerak bo'ladigan hamma detallari bor. Blok taniyasi, смесители va смесительga tushadigan переходнigi, shlanka через переходник bemalol смесительga tushadi. Tozalangan suv chiqadigan tarafiga shlankasini ulaymiz. Filtrga suv kiradigan tarafi o'zini spetsialniy отсекательный переходнigi bor. Kalsiyosini shlankaga o'tkazamiz. O'zini bemalol zajim qilib ushlab qoladi. Iloji bo'lsa kulish bilan yana bir marta qotirib olgan ma'qul. Hop, qora shlanka bilan kanalizatsiyaga chiqazib yuboramiz. O'zini tasmasini har bittasini joyiga shu shlankani oshxonani смесителini shlankasi deb oladigan bo'lsak, uni bo'shatamiz. Filtr shlankasini sanligi bilan uni o'rniga qotiramiz. Sal joyimiz torlik qotdi o'sibdi. Tez xotirtirib yuborasan-da shunaqa joylar.
Hop, shlankani, ya'ni oshxonaning shlankasini. Hozir bizda dushovoy shlanka. Hatto siz o'rnatmoqchi bo'lgan joyda oshxonaning shlankasi bo'ladi. Buni o'rniga shundoq qotirib qo'yamiz, bo'ldi. Filtrga suv kirdi. Ko'k shlankadan toza suv olishga chiqdi. Qora rangli shlanka kanalizatsiyaga tashlab yuboriladi. Kanalizatsiyaga qotirish uchun o'zini maxsus mana xamutlari ham bor. Bu sifonga qotiriladi. Bu yerda hozir biz turgan joyda sifon yo'q. Shuning uchun biz vaqtinchalik mana chetiga tiqib turamiz. Tokga ulanadigan joyiga mana oddiygina shundoq tiqib qo'yiladi, bo'ldi. Bu filtrni ichidagi kartrijlarini, o'zini ustidagi salafanlari bo'lmaydi. Tayyor holatda bo'ladi. Faqatgina suvga ulab ishlatilsa bo'ldi. Ortiqcha hech narsa qilish shart emas. Nero Osmos Pro 400 gallonli filtrimiz ishlashga tayyor. Bitta ishlatib sinab ko'ramiz. Wow. 400 gallondan ham normalniy suv chiqargan lekin. Suv holatini tekshirib ko'ramiz. 0.10. Hali bu bundan ham yana pastroq foiz ko'rsatadi. Chunki filtr endi ishga tushdi. Hop, 400 gallonli, 1000 gallonli filtrlarni kartrijini alishtirmoqchi bo'lsangiz, suvni yoki bo'lmasam tokdan uzib turish shart emas. O'zini hammasini ichida обратный klapani bo'ladi. Kartrijni ichidan tortib olishingiz bilan klapanlari avtomatik o'zini o'zi yopib qoladi. Nero Uziba kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.